O'rtoqlar, biz ularni davom etkazamiz. Yetib kelgan joyimiz 10-masala edi. 10-masalada nima deyapti qarang mana. Bu masala shu fevral oyidagi imtihonda bo'lgan savolda, imtihonda o'sha sertifikat imtihonida tushgan savol. Havo shari bor deyapti. Havo sharini bir safar geliy bilan to'ldirdik, ikkinchi safar neon bilan to'ldirdik deyapti. O'sha geliy bilan to'ldirganimizdagidan neon bilan to'ldirganimizdagi necha marta kam bo'ladi degan savol qo'yilyapti. Endi geliy yengilroq, neon og'irroq gazda, og'ir gaz bo'lgandan keyin uni ko'tarish kuchi kamroq bo'ladi. Endi umuman birinchi o'rinda ko'tarish kuchi o'zi nima degan savolni tushunishimiz kerak. Qarang mana. Havo sharini havoning Arximed kuchi tepaga ko'taradi. Gazni o'zini og'irligi esa pastga bosadi. Boyagi F Arximed minus mg o'sha Arximed kuchidan og'irlik kuchini olib tashlasak, qancha ortgan kuch o'sha ko'tarish kuchini bildiradi. Masalan, 100 newton ko'tarish kuchi hosil bo'lsa, lekin o'sha sharga to'ldirilgan havo, o'sha gazning og'irligi aytaylik, masalan 40 newton bo'lsa, 100 newtondan 40 newtoni havo shari ichidagi gazni o'zini ko'tarishga ketadi. O'zini ko'tarishga, misol uchun 40 newton ketsa, 100 dan 60 nima qiladi? Havo sharini ko'tarish kuchini hosil qiladi. Endi F Arximed degani ro havo va shar j degani. mg degani esa ro gaz va shar j degani. O'sha gazni og'irligida bu, o'sha ro gaz va shar j. Endi shu yerda bitta narsa bor, qarang mana. P barobar ro RT taqsim mu degan formula bor. Shu yerdan ro ni topsak, P ko'paygan mu taqsim RT bo'ladi. Bu o'sha ro ni formulasi. P mu taqsim RT molekulyar fizikada bor. Endi mana bu havonikiga P mu taqsim RT qo'yganimizda mu ga havoni molar massasini qo'yamiz. Geliynikiga kelsak, mana gaznikiga geliynikiga kelsak, mana molar massani o'rniga geliyni molar massasini qo'yamiz. Ikkinchi safar topganimizda esa mana shu havonikiga yana havoni molar massasi, geliynik neonnikiga bo'lsa, neonni molar massasini qo'yishimiz kerak. Endi bu yerda mana bitta narsaga e'tibor qiling, mana bosim bir xil bo'lishligi. Ya'ni havo sharining ichidagi bosim tashqaridagi bosim bilan teng bo'lishi kerak. Sharda o'sha sal kattarib, sal kichikroq bo'ladi, lekin bosim bir xil bo'ladi. Endi shu yerda tepada ham pastda ham o'sha P va J taqsim RT lar qasddan tashqariga chiqib ketgan. P va J taqsim RT lar mana F1 da F2 ga bo'lganimizda qisqarib ketib, mu havo minus mu gaz taqsim mu havo qo'shilgan ayrilgan mu neon deb ishlaymiz. Mu geliy, mana bu geliy. Xolos, bunisi neon. Endi havoning molar massasi 29, geliyniki 4. Bu 29, bu neonniki 20. Shuni hisoblasak 25 taqsim 9 marta nima qiladi? Kamayadi bo'lib chiqadi. Keyingisi, demak 11-savol. 11-savolda mana bunaqa narsa bor edi. Bu o'sha yopiq testlarimizdan yana bittasi. P v kvadrat teng konstanta, bosim ortyapti. Bosim ortsa temperatura qanday o'zgaradi deb so'ragan. Endi e'tibor qiling, bunaqa misollarda hammasi P v taqsim T ga tenglab ishlanadi. Bu ertalab ham shunga o'xshagan savol tushuvdi. Unda P taqsim ilzosi Tmi, V taqsim ilzosi Tmi shunaqa savol bor. P taqsim ilzosi Tmi shunaqa savol bor edi. Bunda ham ortyapti, kamayapti deb so'ragan. Bunaqa misollar hammasini P v kvadrat teng P v taqsim T deb tenglanadi. P lar, V lar qisqaradi. Masalan, bu yerda V teng 1 taqsim T bo'lib qoldi. T bilan V bir-biriga nima bo'ldi? Teskari proporsional bo'ldi. Endi mana shu narsa agar konstanta bo'ladigan bo'lsa, bosim ortaydigan bo'lsa, ko'paytma o'zgarmasligi uchun hajm kamayishi kerak. Bosim ortsa, hajm kamayishi kerak. Hajm kamaysa, temperatura bilan hajm bir-biriga teskari-ku. Bundan nima kelib chiqadi? Temperatura ortishi kelib chiqadi. Hajm kamaysa, temperatura ortadi. Demak, mana hajm kamaygan, bosim ortgan, temperatura ham nima qilgan? Ortgan degan javob bo'ladi. Keyin 12-masalada bunday degandi mana 16 gram mis nima molar massasi 64. Nechta atomi bor deb so'ragan. Endi 16 molar massasi o'zi o'sha berilgan varaqchada bor edi. O'sha 64 ni qo'ydim, mana qisqartirsak n avogadro taqsim 4 bo'lib qolyapti. Endi 6 ni 4 ga bo'lsak 1,5 10 darajasi 23 bo'ladi. 13-savol. 13-savolda suv ostidagi havo pufagini hajmi 32 millimetr kubga teng deyapti. O'sha pufak ichidagi sirtning egriligi tufayli hosil bo'lgan bosimni toping deyapti. Xolos qaram o'rtoqlar, Laplace bosimini so'rayapti. Laplace bosimi. Laplace bosimi 2 sigma taqsim r bo'ladi. Suv ichidagi pufak uchun, sovun pufagi bo'lsa 4 sigma taqsim r bo'ladi.
Endi faqat bizda radius yo'q, shuning uchun mana 4/3 per kubni 32 mm kubga tenglab, radius topsak, radius 2 chiqadi mana. Pi ni 3 deb oling degan, 3 bilan 3 qisqarib ketadi. 32 ni 4 ga bo'lsak 8 qoladi. 8 dan kubini olsak 2 chiqadi. Mana bu 73, mana bu 2. 2 bilan 2 qisqarsa 73 Pascal degan javobni o'zi qoladi. Endi 73 da ham -3 bor-da. O'sha 73 10 minus 3 da. Bu 2 mmimiz 2 10 minus 3 bo'ladi. 10 darajasi minus 3'lar ketib, xolos 73 ta o'zi bo'ladi. Javobi ham A javobni shunaqa edi. Meni haliga testimda. Keyingisi 14-savolda bunga o'xshash savol bor edi haliga. Bir atomli gaz, modda miqdori ham nechadir mol, delta T 60 kelvinmi shunaqa. Ichki energiya qancha o'zgarganini bilganda deb so'ragan, endi oddiy narsa mana. Ichki energiya o'zgarishi 3/2 nu/r delta T ga teng bo'ladi. Buni sonlari sal esimdan chiqdi. Shu nechadir mol edi xullas. Adashmasam 12 mol edi shekilli. 12 mol edi. Keyin 9 mi shunaqa chiqdi-da mana 12 mol bo'lsa, bu 25 bo'ldi, 6 9 shunaqa. 9 kilojoulmi, 9 mi shunaqangi chiqdi bu. Xullas oddiy narsa bu, uncha qiyin emas. Keyingisiga o'taveramiz. Keyingisi 15-savolda nima degan qarang mana. Isitish haroratini mana kelvinda bergan, uzr, Selsiyda bergan, 620 Selsiy, uni kelvinga o'tkazsak 900 kelvin bo'ladi. Sovutish haroratini 600 kelvin deb bergan. Endi gazga bir siklda berilgan isitgichdan berilgan issiqlik miqdori 400 joule, ishchi jismga berilgan issiqlik miqdori. 3 ta siklda qancha ish bajariladi, umumiy 3 ta siklda qancha ish bajariladi deb so'ragan. Endi qiyin emas. Mana bu yoqqa 900 qo'yasiz, mana bu yoqqa 900 qo'yasiz, bu yoqqa 600 qo'yasiz. Bundan 1/3 chiqadi. Qobir o'zi 400. 1/3 shunday bu yoqqa chiqarsangiz 3A bo'ladi. 400 bu yoqqa chiqsa 3A teng qancha? 400 bo'lib qoladi. O'sha teng bir-biriga o'sha. Bo'lmay shunday teng bo'lib qoladi. 3A 3 ta siklda bajarilgan ish 3A ga teng bo'ladi.